Farhod Ermanov 1958-yil Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanida tug'ilgan. 1981-yilda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, 1996-yilda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini tamomlagan. Ma'lumoti bo'yicha mutaxassisligi muhandis, mexanik, iqtisodchi. U mehnat faoliyatini 1975-yilda Amudaryo tumani Mang'it shahri profilaktika dezinfeksiyalash bo'limi ishchisi lavozimidan boshlagan. 1995-1998 yillarda Amudaryo tumani hokimi, 98-2002 yillarda Amudaryo tumani Mang'it xo'jaligi raisi, 2002-2003 yillarda Amudaryo tumani hokimining qishloq va suv xo'jaligi bo'yicha birinchi o'rinbosari, tuman qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i, 2003-yildan 2004-yillargacha Amudaryo tumani qishloq va suv xo'jaligi bo'limi boshlig'i bo'lgan. Videoni hozir davom etamiz. Siz ungacha obuna bo'lishni unutmang. 2004-2013 yillarda Qoraqalpog'iston qishloq va suv xo'jaligi vaziri, 2010-2018 yillarda Beruniy tumani hokimi, 2018-yil 21-apreldan Xorazm viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi sifatida ishlagan. 2018-yil 30-noyabrdan Xorazm viloyati hokimi etib tasdiqlangan. 2022-yilda esa Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi raisi lavozimiga tayinlandi.